sobiq Sovet ittifoqi davridan beri stomatologdan qo'rqib kelishgan. Xalqimizda mana shu narsani tushunmayotganiga biz aybdormi? Shu doktorlar oldinroq chiqib shunaqa podkastlar qilmadik, xalqqa tibbiyot bo'yicha ilmini oshirmadik. Bolani iloji boricha tayinlab keling deymiz. Hozirgi kunda mana YouTube platformasida ham juda ko'p tavsiyalar bor, multiklar bor. Misol uchun stomatologga borish. Sedatsiya o'zi nima? Oddiy amaliyotlardan qanaqa farqi bor? Oldin qanaqa davolagansizlar patsientlarni? O'sha bola baqirtirib ishlayotgan paytimiz bolalarda bevosita struga bo'lib qolgan holatlar bo'lgan. Ya'ni bola sizlarga sog' bo'lsa, masalan, avval 10 ta tishini qilib olib, keyin ozgina dam berib, balki ertasiga yana 10 tasini qilishingizda kerak. Bola 3 yoshmi, 4 yoshmi, boshqa narsani eslab qolmasligi mumkin, lekin stomatologga borgan aniq esida qoladi. Ko'p qo'rqadigan narsaligi shu sedatsiya, narkozdan qo'rqishadi. Tushunishim bo'yicha sedatsiya faqat stomatologiyada emas, boshqa sohalarda ham qo'llaniladi. Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar, charchamaysizlarmi? Bugungi podkastimiz hozir O'zbekistonda rivojlanib borayotgan, bizning tilimiz bilan, xalq tili bilan sedatsiya deyilayotgan mavzu haqida gaplashamiz. Undan oldin hammamiz o'zimizni tanishtirib olsak. Shamshod aka, sizdan boshlasak. Ismim Shamshod Dilshodovich, gemoklinikalar tarmog'i rahbariman. O'zim mutaxassisligim xirurg stomatolog. Shohruh aka. Assalomu alaykum Doniyor aka. Meni ismim Mustafaqulov Shohruh. Hozirgi kunda bolalar va kattalar bilan ishlaydigan doktorman. 6 yil mobaynida ishlayapman va oxirgi 3 yil mobaynida o'sha sedatsiya bo'yicha ko'proq ishlayapmiz. Assalomu alaykum. Ismim Zafar Shuhratovich. 10 yildan beri ISO lavozimida ishlayman. Bugungi mavzumiz haqida ozgina tushuncha berib o'tsangiz xalqimizga. Sedatsiya. Hammadan xudo xolasa mana shu fikrni so'raymiz. Sedatsiya o'zi nima? Oddiy amaliyotlardan qanaqa farqi bor? Bu suhbatimiz davomida endi biz stomatologik yordamni sedatsiya ostida amalga oshirish haqida ko'proq to'xtalamiz. Hozirgi kunda bu xalqimiz uchun birmuncha yengillik hisoblanadi bu soha. Shuning uchun ham bu sohani ozgina yoritib berishga harakat qilamiz jamoamiz bilan birgalikda. Sedatsiya ostida davolash o'zi stomatologiyada nega qo'llaniladi? Buni sabablari bir necha. Nafaqat bolalarda, balki kattalarda ham hozirgi kunda sedatsiya narkoz ostida tishlarni davolash, xirurgik operatsiyalarni bajarish amalga oshirib kelyapmiz. Buni asosiy sabablardan biri, ko'rsatmalardan biri birinchi navbatda stomatologdan qo'rqish. Stomatologdan mana sobiq Sovet ittifoqi davridan beri stomatologdan qo'rqib kelishgan. Chunki u yerga kresloni o'ziga borganda juda ham qo'rquv, haligacha bemorlar kelishadi shu qo'rquv bilan. Kresloyini ko'rsam qo'rqaman, kresloyini ko'rsam o'tira olmayman, xonadan chiqib ketaman degan bemorlar juda ko'p bo'ladi. Bunaqa bemorlarga albatta sedatsiya ostida davolash ham ko'rsatma, ham ular uchun qulay bo'ladi. Hozir tushunishim bo'yicha shu joyda uzr gapingizni bo'ldim. Tushunishim bo'yicha sedatsiya faqat stomatologiyada emas, boshqa sohalarda ham qo'llaniladi. Albatta. Sedatsiya endi umumiy tushuncha. Bu haqda hozir Zafar akam batafsil ma'lumot beradilar. Men o'zi nimaga stomatologiyada qo'llanishini birmuncha sabablarini aytmoqchi edim. Bolalarda stomatologga borishdan qo'rqish keyingi уже yosh o'smirlik davridagi, yosh katta bo'lgan davridagi psixologik qo'rquv keltirib chiqaradi. Psixologik shu narsa stomatologdan qo'rqish fobiya sifatida o'rnashib qoladi bemorlarning miyasiga. Shu ma'noda bemorning butun umri davomida tishiga e'tibori qo'rqqanidan juda kam bo'ladi. Natijada tishlar nosog'lom holatda, tishlari to olinguncha yetib borishadi. Mana hozir aytdingiz, bu narsa yoshligimizda tishimiz og'rib qolsa doktorga olib borishgan, tishimizni olib tashlashgan, shundan keyin o'sha joydan, o'sha odamdan, o'sha kreslodan qo'rqadigan bo'lib qolganmiz, to'g'rimi? Shundan keyin paydo bo'lgan. Shunaqa. O'sha qo'rquvlarni inobatga olgan holatda bolalarga psixologik o'sha travma deymiz, psixologik travma bermaslik uchun sedatsiya bu qulay usul hisoblanadi. Bevosita bolani bittada barcha tishlarini davolash imkonini beradi. Bu shifokor uchun ham sifatli yordam berish uchun sharoit yaratib beradi va bemorlar uchun ham sifatli stomatologik yordam olish uchun o'z navbatida yordam beradi va kelajakda stomatologga qo'rqmasdan borish imkonini beradi. Aqlini taniganda stomatologga borganda unda baqir-chaqir yoki og'riqli jarayonligi haqida unda
taassurot qolmagan bo'ladi. Bola 3 yoshmi, 4 yoshmi boshqa narsani eslab qolmasligi mumkin, lekin stomatologga borgan aniq esida qoladi. O'sha og'riq sababli, o'sha uni majburlab ushlab turishganligi sababli, o'shaning uchun bu narsalarni oldini olish uchun sedatsiya ostida davolash juda ham hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi. Bo'ldi, hozir bu sedatsiyaga chuqurlashamiz, kiramiz nimaligiga. Avval yana bitta savol keldi. Bu faqat O'zbekistonda qilinadimi yo chet elda ham qilinadimi? O'zbekistonda mana yaqin 5 yil ichidan boshlab qilinishni boshlagan, lekin oldin ham narkoz ostida davolash bo'lgan. Kam sonli klinikalar, ya'ni davlat klinikalari davolab kelgan. Endi hozir xususiy klinikalar rivojlanayotgani tufayli xususiy klinikalarda ham bu faoliyat yo'lga qo'yildi. Lekin chet davlatlarda juda ommalashgan. Bu hatto ko'rsatma sifatida qabul qilingan amaliyot hisoblanadi. Bolani yoshi agar og'iz bo'shlig'ida ko'plab karies kasalliklar mavjud bo'lsa, faqatgina sedatsiya ostida davolash tavsiya etiladi. Masalan, nimaga bu savolni berdim? Men Janubiy Koreyada o'qiganman. U yerda yosh bolalar stomatologdan qo'rqmaydi-da. Ular o'zi boradi, o'zi vaqtida tishini yuvadi. Bu yerda как tendensiyaga aylangan. Har 3 oyda ular borib, tishini ko'rsatib, sog'lom bo'lishini. Koreyada stomatologik amaliyotlar juda qimmat turadi-da. Shunga ular shu narsani bilgan holatda bolani yoshligidan shu kasallikka chalinmasligi uchun olib boradi. Shohruh aka, siz ozgina tushuncha bering. O'zi sedatsiya nima? Sedatsiya bu aytganlaridek bolalarni uxlatib davolash yokida umumiy gap bilan narkoz hisoblanadi. Endi hozir Koreyani aytdingiz. Bunga bizada bo'lgan bitta traditsiya ham misol bo'ladida. Bizada yoshligimizda, masalan, o'zimni oladigan bo'lsak, sal nimadir bo'lsa, hozir doktorga olib boraman, ukol qilib qo'yadi deb qo'rqitishardi va hozirgacha o'sha narsa bizada ko'proq davom etyapti. Ota-onalar doktor bilan naborda qo'rqitishadi bizada. Endi tish amsa keladigan bo'lsa, Koreyada qimmat, bizada ham sekin-sekin qimmatlashyapti, lekin ko'proq tushuncha biz bera olmayapmiz. Balki ota-ona o'sha bolani tishini davolatgandan ko'ra oldirib tashlash ularga yaxshiroq hisoblanadi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki birinchidan arzon deydi. Sut tishi-ku, qaytib chiqadi. Lekin bu narsa noto'g'ri narsa. Tishlarni oldin olib bo'lmaydi. O'z vaqtida olinadigan jarayon bor. Agarda erta olinadigan bo'lsa, bizada keyinchalik katta muammolarga olib keladi jag' bilan. Bu narsa qisqa qilib aytganda battar ular ota-onaga qimmatroqga tushadi. Hozir buni bo'lmasam кейsingizni aytib berasiz, xo'p? Zafar aka, endi siz ozgina sedatsiya haqida tushuncha bering. O'zi sedatsiyami bu yoki nima bu? Stomatologiyada ishlatiladigan bu uxlatib davolash, bu sedatsiya desa noto'g'riroqga to'g'ri keladi. Bu ingalyatsionniy narkoz. Ishlatiladigan dori sevfluran bilan ishlatiladi. Ingalyatsionniy narkoz. Nimaga sedatsiya deyishadi? Sedatsiya deyishadi. Chunki stomatologiyada bu yerda analgetik, narkotik analgetik ishlatilmaydi. O'sha sedatsiya vaqtida, anesteziya vaqtida narkotik analgetik ishlatilmaydi. Miya relaksant ishlatilmaydi. Psixotrop dorilar ishlatilmaydi. Faqat anestetik, o'sha sevfluran bilan uxlatib davolanadi. Shuning uchun ham sedatsiya deyishadi. Lekin o'sha sevfluran dorisi ingalyatsion anestetik kitobda yozilishi bo'yicha ingalyatsionniy narkozga kiradi. Hozir buni Shohruh aka aytib berdingiz-ku. Bitta кейsingizni aytib bering. Bolani kelganda, mana keldi, tishini bilasiz, sedatsiya orqali davolash mumkin, lekin u oldirib tashlamoqchi. Ya'ni sut tishi deb. Qaysi keysingizda shunaqa bo'lgan? Unaqa keyslarim juda ko'p o'zi. Ota-ona bizga kelganda tish og'riyapti, olib tashlang sut tishi deb kelishadi o'zi aslida. Va biz to'g'risi 1 soat, 1,5 soatcha vaqtimizni ketkazamiz ota-onaga tushuntirish uchun o'sha narsa noto'g'riligi. Endi misol tariqasida aytishim mumkin, bizga o'sha olingan holatda kelgan bitta bemorni. 8 yoshar bola 11 yoshda olinish kerak bo'lgan tish, ya'ni 11 yoshda almashinish kerak bo'lgan tish, u bemorimizda 4 yoshda olib tashlangan. Bu degani salkam 6-7 yil oldin. Va bemor menga kelyapti, men o'sha og'zida qaraganda ko'ramiz, jag' noto'g'ri rivojlanishga qarab ketgan. Ya'ni tish olingan joy surilib ketgan, yondagi tishlar surilib, chiqish kerak bo'lgan doimiy tishga chiqishlik uchun umuman hech qanaqa joy yo'q. Endi bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda endi jag'ni kengaytirishimiz kerak. Jag'ni kengaytirish ham endi bolaga qanaqadir miqdorda stress bo'ladi, ota-ona uchun vaqt ketadi, mablag'i ham ko'proq bo'ladi.
Ya'ni men tushunishim bo'yicha ota-ona kamroq pul sarflayman deb turib yoshligida oldirib tashlagan. 6 yildan keyin endi ko'proq xarajatga olib keldi, ham bolani qiyinchiligiga. Ya'ni endi 11 yosh bo'lganda o'rtoqlarga qo'shilaman degan paytda nima bo'ladi? Adashmasam sim bilan yurish kerak bo'ladi, to'g'rimi? Da, shunaqaroq. Endi jahni kengaytirish deganda simdan oldingi qilinadigan narsa. Bu degani hali etapma-etap davom ettiriladigan bu jarayon hisoblanadi. Yillar davomida. Uzoq muddat. Hozir bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Ota-onasi kamroq pul sarflab, tishini oldirib tashlaydi deysiz-ku. Menimcha bizani O'zbekistonda hamma bolajon xalqda. U gap bu yerda pulda emas. Ko'p qo'rqadigan narsaligi shu sedatsiya, narkozdan qo'rqishadi. Bizga ko'p beriladigan savol ham shu. O'zi bugun Narkozdan qo'rqib, o'sha narsani oldirib tashlashadi. Tushundim. Ya'ni bolaga narkozni xavfli deb o'ylagan. Xavfli deb o'ylashadi. Bu xavfni hadya qilishadi, oldinga surishadi. Hozir bu 2-3 soat narkoz ostida davolanadi. U xavfli. Undan ko'ra oldirib tashlaymiz, 1-2 yildan keyin chiqadi degan narsa bo'ladi. Boya Zafar aka bitta narsa aytdingiz suhbatdan oldin. O'zimni qizimni ham hattoki narkoz bilan davolatdim dedingiz. Men ham xuddi shu xatoni qilganman boshida. Qizimni tishi og'rib qolgan. Olib borganman, oldirtirib tashlaganman. Yana oradan vaqt o'tib yana boshqa tish og'rib qoldi. Yana oldirtirib tashladim. Qarasam, uje hali tishlari chiqadigan vaqtga hali bor, uje tishlari kamayyapti-da soni. Keyin olib borib, o'zim qo'lim bilan o'zim narkoz berib, 3 soat davom etgan. O'tkazganman, yaxshi. 2 marta bu muolaja 2 marta bo'lgan. Zo'r. Ya'ni biz aytmoqchi bo'lgan, bugungi oldinga so'rmoqchi bo'lgan mavzuda o'zimizni keysar ham bo'lgan. Ya'ni faqat xalq uchun emas, o'zimizni farzandlarni ham qilyapmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shamshod Nijodovich, o'zingizni keysingizni aytib bering. Endi men bevosita sedatsiya jarayonida kattalar bilan ishlayman. O'zim xirurg stomatolog bo'lganim uchun kattalarda implantatsiya bilan bevosita shug'ullanaman. Implantatsiya davomida ko'pchilik og'riqdan qo'rqadi va uzoq davom etadigan operatsiyalar bo'lsa, butun og'iz bo'shlig'ini implant bilan qo'yib protezlashga to'g'ri kelsa, uzoq davom etadigan jarayonlarda bemor qiynaladi. O'zimiz ham tavsiya beradigan holatlar bo'ladi. Lekin bemorlar qachon sedatsiya ostida yoki narkoz ostida biz implantatsiya operatsiyalarini o'tkazamiz, bemor refleks kuchli bo'lsa, ya'ni qusish refleksi ba'zi bemorlarda juda kuchli. Og'ziga instrument tiqib bevosita ishlamoqchi bo'lsangiz, uje bemor qusgisi keladi va natijada biz operatsiyani sifatli yaxshi o'tkaza olmaymiz. Bu holatlarda narkoz ostida o'tkazamiz. Ikkinchi holat boyagi aytib o'tgan fobiya bo'lsa, stomatologdan qo'rqish, juda ham qo'rqaman deb bemorlar hattoki tishi yedirilib, chirib, o'zi tushish darajasiga borganda, ya'ni tishsiz holatda keladi. So'rasak, stomatolog qachon bordingiz? Qachon tishlaringizni oldirgansiz desak, o'zi tushdi deydi. Hattoki shu darajada qo'rqqanki, tishlari o'zi chirib, o'zi tushib ketgan. Bu holat albatta achinarli, lekin bunaqa holatlarda zudlik bilan implantatsiya amaliyotini bajarmasak, bemor 30-40 yoshli holatda ham shu holatga kelgandan keyin chaynash ta'minlab bermasak, bevosita u nafaqat og'iz bo'shlig'ida butun organizmdagi o'zgarishlarga, qolgan ichki organlarning kasalliklariga sabab bo'ladi. Shuning uchun bunaqa holatlarda fobiyasi bor bemorlarga ham implantatsiya operatsiyasini narkoz ostida bajaramiz. Bunaqa holatlar ko'p. Men o'zimdagi tishimni qanday qildirganman. Men ham narkoz ostida qildirganman. Qo'rqaman. To'g'risi, yoshligimdan men biron marta bormaganman. Aytgan bemorlar orasida men ham borman. Bir marta o'sha doktorga borganimda faqat aytdimki, "Siz narkoz bering, men juda qo'rqaman" dedim. Men tupurib yuboraman. To'g'risi, men rosa ko'p tupurardim. Hatto oddimdek kesib tug'iladi-ku tishlar yonida, o'sha yerda ham juda ko'p tupurardim. Shunga doktor menga narkoz bilan qilgan. Sedatsiya tushunchasi yoki sedatsiyani o'zi O'zbekistonga qachon kirib keldi? Oldin qanaqa davolagan sizlar patsientlarni? Endi O'zbekistonga kirib kelgani o'zi avvaldan narkoz bilan davolash bo'lgan. Endi faqat davlatda ko'proq bo'lganda. Endi частный bo'yicha oladigan bo'lsa, shu oxirgi 5-6 yil bo'lyapti. Endi ungacha qanaqa davolangan? Ungacha o'sha eskicha metodika bilan, traditsion sposob bilan davolangan. Ya'ni 2-3 odam ushlab turardi. Endi bu yerda mana bunaqa narsa ham borda, o'tiradigan bola bor, o'tirmaydigani bor. Muloqotga kiradigan bola bor, muloqotga kirmaydigani bor. Va yana bitta narsa, nevrologik kasal bola bor va unaqa diagnozi bo'lmagan bola. Agarda muloqotga kiradigan farzand bo'lgan bo'lsa,
unga tushuntirish, iloji bo'lsa, ularga albatta sedatsiya bilan davolamaymiz. Oddiy yo'l bilan davolaymiz. Lekin shu narsani iloji bo'lmaydigan bo'lsa, bola tishni yo'qotgandan ko'ra, yiringlab yomon bo'lib ketgandan ko'ra, uni narkoz bilan davolagan yaxshiroq. Endi ushlab turib davolaganmiz, boshqa narsalar bo'lgan. Mana bunaqa narsalar ko'p kuzatilganda, endi hozir yildan yilga bolalar sal nimjonroq bo'lyapti. Buni sababi endi balki iqlimdir, balki homiladorlik paytidir. Endi bilib bo'lmaydi, ko'p sababi. O'sha bola baqirtirib ishlayotgan paytimiz, bolalarda bevosita struga bo'lib qolgan holatlar bo'lgan. Bola nafas olmay, qimirlay olmay qolmay, shunaqa holatda bo'lgan. Endi bu narsa juda hayot uchun opasniy hisoblanadi. Shuning uchun ham sedatsiya hozir ommaga tarqalyapti. O'sha narsani biz tavsiya qilamiz. O'zi bolani holatini ko'rar ekansiz, agar fobiyasi bo'lsa, o'zi aleg bo'ladigan bo'lsa, demak sedatsiya taklif qildik. Sedatsiya necha yoshdan tavsiya qilinadi? Necha yoshdan mumkin o'zi stomatologiya bo'yicha sedatsiya orqali davolash? Stomatologiyada desak, tish kasallangandan boshlab, agar ko'rsatma bo'lsa, hozir Shohruh aytib o'tgan ko'rsatmalar bo'lsa, bola tinch o'tira olmaydi yoki muloqotga kirmaydi, nevrologik kasallari bor yoki umuman aqliy tomondan, jismoniy tomondan ko'rsatma bo'lsa, sedatsiya ostida davolanadi. Bu degani 1 yoshdan boshlab sut tish chiqadi. 6 oylikdan boshlab sut chiqadi. To'liq 2 yoshda sut tishlar chiqib bo'ladi. 2 yoshdan boshlab asosiy biza bolalarda o'tkazadigan, sedatsiya ostida o'tkazadigan amaliyotlarimiz 2 yoshdan 8-9 yoshgacha. Shu oraliqdagi bolalar bilan ko'p amaliyot o'tkaziladi. Sababi 2 yoshda уже karies bilan kasallangan bolalar juda ham ko'p. To'g'rimi, Shohruh? Shunaqa. Hozir qaranglar, o'zi karies nimadan kelib chiqadi? Shuni ham tushuntirib yuboringlar. Endi karies sabablari etiologiyasi ko'p omillarga bog'liq. Birinchi navbatda bolalarda homiladorlik davrida kuzatilgan kasalliklar, homiladorlik davrida moddalar almashinuvi buzilishi, vitamin yetishmovchiligi, homiladorlik davrida o'tkazilgan kasalliklar, infeksion kasalliklar hammasi homilani tish zachatkalarini, ya'ni tish kurtaklarini rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Shu holatlarda karies va nokaries kasalliklarni bevosita sababchisi o'sha homiladorlik davrida kuzatiladi. Karies tish chiqqandan keyingi sabablari bo'lsa, tish yorib chiqqandan keyingi sabablari asosan gigiyenaga rioya qilmaslik. Bizda bolalarda hali profilaktika juda kuchli rivojlanmagan. Bu narsa oiladan boshlanishi kerak. Bemorni avvalambor onasi tish chiqdimi, sut tishlari yorib chiqdimi, bevosita o'zi qo'lga kiyiladigan maxsus cho'tkalar bor. Shunaqa cho'tkalar yordamida og'iz bo'shlig'ini tozalash. Bola sekin aqlini tanishib boshlagandan keyin maxsus metodlar bor, tish yuvishni o'rgatish metodlari. Tish yuvishni o'rgatish va tishini misol uchun og'ritsa yoki ko'vak bo'lsa, albatta ota-ona nazorat qilishi katta ahamiyatga ega. Bizda nazorat yo'q. Og'iz bo'shlig'ida faqatgina bola og'rigandagina, bezovta qilgandagina, yig'lagandagina ota-ona murojaat bilan keladi. Yerini o'chirib qo'ying deyishadi. To'liq toj qismi tish qattiq to'qimasi zararlangan, tish qattiq to'qimasi uchun yuvib ketgan holatda kelishadi. Shuni ko'rmadingizmi desangiz, men og'ziga qaramayman degan javob olamiz. O'shaning uchun bevosita bolalarni kariesini oldini olishda ota-onaning ahamiyati juda katta. Shohruh akam zo'r narsa aytdilar. Nimaga oxirgi paytda onalar, shu homilador onalar slabiy bo'lib ketyapti? Bizga qiziq. Oldinlari onalarimiz baquvvat bo'lganda. Endi buni asosiy sababi baribir iqlimga bog'liq, yashaydigan joyimizga. Yashash tarzi o'zgarib ketyapti. Endi avvaldagi mehnat qilinmaydi. Vaqtida uxlashda yo'q. O'sha dam olish kam. Hozir har 3 ta bemordan bittasini so'rang, hammada stress. Hamma depressiya. Mana shu yerda bitta statistika aytib o'taman. O'zbekistonda depressiya holati, ya'ni statistikasi dunyoda 2-o'rinda turadi. Nimaga bilasizmi? Ijtimoiy tarmoqda bizga birdaniga kirib kelganiga. Boshqa davlatda avval email qilgan, ya'ni kompyuter kirib olgan, kompyuter o'rganishgandan keyin telefon kirib kelgan, telefonni o'rgangandan keyin hozirgi holatga kelishganda, masalan, men Koreyada o'qigan bo'lsam, Koreyada Instagram yo'q. Mumkin emas Koreyada.
ishlatish. Xitoyda ham zapret qo'yib qo'yganda, TikTokka ham, boshqaga ham. Ular bu narsalar xavfli. O'zbekistonga birdaniga masalan 2016-yildan boshlab birdaniga internet kirib keldi-yu, biz birdaniga kompyuterga emas, raz telefonga o'tib ketdik hammamiz. Shuning uchun depressiya juda baland bo'lib ketgan. Shunaqa. Keyin ham bitta asosiy sababi bu ko'proq erkaklarga tegishli. Homiladorligi paytini yaxshi o'tkazishga yordam berishmaydi. Endi ayollar ko'rikda o'tib yurishadi, doktorlar ko'p narsa yozishadi. 10 ta yozgan narsasidan masalan ko'p yarmini olib berib qo'yishadi bo'ldi. Bu ham bitta sabab. Muhim deb o'ylashmaydi. Muhim deb o'ylashmaydi to'g'ri. Chunki aytishadi, bizani ota-onamiz shunaqa bo'lmagan-ku, onamiz bunaqa narsa ichmaganlar deb shu narsa ham katta ahamiyatga egada. Adashmasam bugun o'zingiz ham farzandli bo'ldingiz-a? Bugun men o'zim ham farzandli bo'ldim. O'zingiz qanchalik rioya qilgansiz? Xo'p, doktorlar 10 ta yozgan narsasini 9 tasini olib berardim. 9 tasini. Nimaga bittasini olib bermasdim? Chunki analogiydi. O'xshaydigan dori edi faqat. Da. O'zingiz tushunganingiz uchun, как o'zingiz shunaqa bo'lganingiz uchun u narsani tushungansiz. Xalqimizda mana shu narsani tushunmayotganiga biz aybdormi? Shu doktorlar oldinroq chiqib shunaqa podkastlar qilmadik, xalqqa tibbiyot bo'yicha ilmini oshirmadik, to'g'rimi? Tibbiy ta'limni oldinga surmadik. Hammamiz o'zimizni ishimizni qilib yurdik. Shunaqa majburlab olib kelaman-da sizlarga. Shunaqa aka podkast qilaylik, aka xalqqa shu narsani bildiraylik deb. Mana shu videoni 2000-3000 odam ko'radigan bo'lsa ham, og'izdan og'izga o'tib, tish qanchalik muhim, unga qachon e'tibor berish kerak degan narsaga sababchi bo'lsak, bo'ldi, maqsadga yetgan bo'lamiz. Maqsadimiz shu. Bo'ldi, bo'lsa mavzuga qaytamiz. Asosan bolalar gaplashyapmiz-ku, bolalarga sedatsiya qanchalik xavfsiz? Xavfli bo'lsa xavfli tomonlarmi, xavfsiz bo'lsa nimalari xavfsiz? O'shalarni xudo xohlasa sanab bersangiz. Zafar aka. Sedatsiya emas, shuni anesteziya deb boshlaylik. Anesteziya chunki sedatsiya bilan anesteziyaning farqi bor. O'zim aytgandek, bu ingalyatsion narkoz deyildi. Har bir narsani o'ziga yarasha xavfli tomonlari bo'lishi mumkin. Endi aytishimiz mumkin, baribir begona modda organizmga kiryapti. Bu organizm qanaqa qabul qiladi uni? Xavfli tomonlari u organizmda reaksiya berishi mumkin doriga. Bu anafilaktik shokkacha borishi mumkin. Masalan, u har bitta dorini olib, instruksiyasini o'qisak, misol uchun allergik reaksiya chaqirish mumkin degan yoki anafilaktik reaksiya chaqirish mumkin degan joyi bor, qismi bor. Bronxospazm bo'lishi mumkin, zlokastniy gipertermiya deyishadi, u bo'lishi mumkin. Lekin bularni uchrash chastotasi juda kam. Sizni keysingizda har qanchada uchragan? Menda uchramagan. Bundan keyin ham uchramasin. Misol uchun zlokastniy gipertermiya 40 mingtadan bittada uchraydi. 40 ming odamdan 40 ming odamdan bittada uchraydi. Lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman. 10 yil davomida ikkita suvchi eshitganman. Zlokastniy gipertermiyadan kuzatilgan ikkita suvchi eshitganman O'zbekistonda. Balki undan ko'pdir, lekin men eshitganim ikkita. Shohroq aka, mana shu joyda sizni keysingizda 3 yildan buyon sedatsiya bilan shug'ullanasiz, adashmasam 2000 tadan ortiq bemorlar shunaqa 3 yildan beri shug'ullangan bo'lsa, bir marta ham hech qanaqa muammo bo'lmagan bemorimizda va bundan keyin bo'lmasin ham. Hamma bemorimiz qilib olingandan keyin juda yaxshi uyg'onishgan va eng qo'rqqan otani ham hammasi davoyni bo'lib ketishgan. Bunga nima sabab bo'lgan? Sizlar har bitta detalni kuzatasizlarmi, har bitta jarayonni nazorat qilasizlarmi? Nima qilsak, shunaqa natijaga erishish mumkin. Siz aytasiz, 10 yildan buyon xudoga shukr biror marta uchramagan. 3 yildan buyon biror marta uchramagan. Siz amaliyot qilgansiz. Klinikamizda umuman unaqa holat kuzatilmagan. Men o'zim 1,5 mingta 2 mingta narkoz o'tkazaman 1 yilda. Allohga ming qatla shukr, hali uchramasin ham. Nima narsalarga e'tibor berasiz? Masalan, sizni ko'rib bu bizga bog'liq emas bu. Bu bizga bog'liq emas u. Mana shu 3 ta asorat doktor malakasiga yoki dorini sifatiga u bizga bog'liq emas. U organizm yuborilgan organizm qanaqa qabul qilishiga bog'liq. U aytolman, hozir aytdim, zlokastniy gipertermiya. Uni oldindan bilib bo'lmaydi. Bizni topshirtirishga bergan analizlarimizdan u chiqmaydi. Uni oldindan bila olmaymiz biz. Buni Yevropa, Amerika davlatlarida tekshirishadi. Ular ham hammani tekshirish olmaydi. Avlodida kimdir, otasi, onasi, amakisi, kimdadir narkoz paytida shunaqa holat kuzatilgan bo'lsa yoki narkozdan vafot etgan bo'lsa, shunaqa bemorlarni tekshirishadi. U tekshiruvning o'zi juda qimmat tekshiruv hisoblanadi. Buni tekshiruvini o'zi operatsiyadan
narx qimmatga to'g'ri keladi. Shuning uchun hammani tekshirib bo'lmaydi. Bu tekshiruvga juda ko'p vaqt talab etadigan tekshiruv. Nima deysiz, Shamshod? Endi hozir aytib o'tganlaridek xavfli tomonlarini inobatga olish kerak. Lekin avvalambor yaxshi niyatda doktorga borish kerak. Mana shu narsalar keyin men niyat to'g'risida to'xtalib o'taman. Keyin avvalambor o'zi etap qanaqa bo'ladi? Klinikamiz 2ta filialimizda ham sedatsiya ostida, narkoz ostida stomatologik yordam ko'rsatiladi. Har kuni deyarli. Har kuni deyarli. Rakat filialida ham, Oqtepa filialida ham o'tkaziladi. Bemor kelganda avvalambor stomatolog ko'radi. Har bitta kelgan bemorni sedatsiya ostida davolash emas. Biza ham avvalambor bemorni yosh bola bo'lsa ham stomatologga ko'nikkani yaxshi aslida. Agar adekvatni javob bersa, muloqotga yaxshi kirsa, ota-onasi bilan yaxshi muloqot qilib, ota-onasi uni ko'ndira olsa, biza shunda o'zini davolashga, sedatsiyasiz davolashga har doim targ'ib qilamiz. Agar haqiqatda ko'rsatma bo'ldi, bola o'tirmayapti, ota-onasi ham hamma stomatologga olib bordim, lekin hech qaysi stomatolog davolamayapti deb ko'pincha murojaat bilan kelishadi. Unaqa bemorlarni avvalambor stomatolog ko'radi. Qaysi tishlarida kasallik bor, qancha davom etadi narkoz amaliyoti. Bularni inobatga olib, bevosita stomatolog tavsiya bergandan keyin bolani pediatr ko'radi. Pediatr ko'rgandan keyin unda qo'shimcha kasalliklar bormi, qarshi ko'rsatmalar yo'qmi? Hozir shu savolni bermoqchidim. Bo'layotganki, avlodida shunaqa bormi? Hammasi so'raladi. Hammasi so'raladi, hammasi inobatga olinadi. Umumiy qon tahlillari, laborator analizlar olinadi va bevosita anesteziologlarimiz ko'rigidan o'tishadi keyin. Bevosita narkozga taalluqli qanaqa ko'rsatma, qarshi ko'rsatmalar bor yo'qligi aniqlanib, keyingina bir rejali ravishda muomala amalga oshiriladi. Hozir to'ldirmoqchiman gaplarni. Oldin hamma tekshiruvlarni o'tkazib olamiz. Kerakli tekshiruvlardan, sedatsiyadan oldin qanaqa o'zi tibbiy tekshiruvlar talab qilinadi? Qanaqa ketma-ketligi bo'ladi? Shu bo'yicha aytib bering. Umumiy qon tahlili, VSK, qon yuvish vaqti, fermentlar, ayor testi, yuragini EKG qildiramiz. sidik analizini tekshiramiz. Pediatr nazoratidan o'tadi. Keyin ISO biza tomonidan ko'riladi. Hammasi bo'lgandan keyin analizlarini ko'ramiz. Analizlari yaxshi bo'lsa, o'zida o'tkir somatik kasalliklar bo'lmasa, misol uchun issig'i chiqmayotgan bo'lsa, yo'talmayotgan, xalq tilida aytganda shamollash deyishadi. Shamollashda kuzatilmasa, o'sha sedatsiyadan oldin ichi ketmayotgan, infeksion kasalliklar kuzatilmayotgan bo'lsa, o'tkazib beramiz. Nazorat qilib o'tkazib beriladi. Agar qanaqadir kasalliklari bo'lsa, uni oldin davolaymiz. O'sha pediatrga jo'natganimizda pediatrimiz ko'rib, o'zlari lecheniya yozib beradilar. Masalan, bir haftami, 10 kunmi davolanib bo'lgandan keyin kelishadi, keyin o'tkazib beramiz. Hozir Shohroq akamga telefon bo'ldi-da, mana shu podkast sonida telefon bo'lib, sirazi ota-ona olib, bolamni ertaga sedatsiya qilish kerak deb. Shohroq akam aytadi, to'xtang, sedatsiya bilan qilish kerak emas. Balki boshqa yo'llar bor desa, yo'q, deydi, jonimga tegdi, sedatsiya qilish kerak degan gapni eshitib qoldim. Keyin Shohroq akam mana shu yerda o'zi konsultatsiya berdi. Sedatsiya qiladigan bo'lsa, xudo xohlasa shoshilmayman, bu ham xavfsiz, lekin namna qilsak bo'ladi. Yo, men 5-6 taziga olib bordim, adashmasam, u o'tirmadi. Shunga siz kecha tavsiya berganingiz sedatsiya qilsak ham bo'ladi deb Shohroqqa aytmoqchiman dedi. Hozir yuqorida niyat haqida aytib o'tdingiz-ku. Bizga ko'p telefonda bo'ladi-da, bizdan garantiya so'rashadi. Keyin biz aytamiz, biz ma'lumot beruvchimiz, ma'lumot beramiz. Doktorimizga kelsangiz, o'zlari konsultatsiya qiladilar. Hamma ketma-ketligi bo'yicha sizga aniq ma'lumot beradilar. Biz shu kungacha 3000 dan ortiq insonni mana shu yo'nalish orqali, mana shu usul orqali davoladik. Hech kimda qarshi holatlar bo'lmadi, ya'ni yomon holatlar bo'lmadi. Niyatingizni yaxshilab kelsangiz, xudo xohlasa sizda ham bunaqa holat kuzatilmaydi deymiz. Odam o'zi bir narsadan qo'rqaversa, misol qiling, telefonim sinib qoladi deb qo'rqaversa, u sinadi-da. Telefoniga e'tibor bermaydigan odamlar bor, hech qachon telefonini singanini ko'rmagan. Shuning uchun tibbiyotda ham o'ylayman bu narsa ayniqsa bitta juda muhim. Lekin fobiya qilib o'zlari qilib yuborsa, bola kirayotgan paytda ham shunaqa kiradi, to'g'rimi? Shunaqa holatlar kiradi. Xotirjam kelganlari ko'rganman. Masalan, ertalab konsultatsiyaga kelib, obeddan keyin sedatsiya qilib ketganda ular bilishmaydi. Bunaqa narsa borligini kelishdi, doktor tavsiya qildi, bo'ldi, buni tajribasiga ishonaman deyishdi. Keyin garantiya beradigan doktordan qochish kerak. Mana shu holat ham bor. O'z ishini ustasi hech qachon garantiya bermaydi. Chunki uni bilimi kuchli, hamma undan keyin bo'ladigan asoratlarni biladi, garantiya bermaydi.
bilimi sal sayozroq odam garantiya berishi mumkin. Ishontirish uchun. Kamroq qilgan odam garantiya berishi mumkin. Lekin aqlli doktor, bilimli doktor hech qachon garantiya bermaydi. Aka, shu sedatsiyani jarayonlari qanaqa bo'lishi haqida ozgina ma'lumot berib o'ting. Qanaqa bo'ladi? Qanaqa ketma-ketlikda bo'ladi? Nimalarni nazorat qilinyapti? Jarayoni avvalambor aytganimizdek, birinchi tibbiy tekshiruvdan o'tkazamiz. Bemor tayyor bo'lgandan keyin qarshi ko'rsatmalarni ko'rmasak, keyin o'sha stomatologik issiqxonaga olib kiramiz, sedatsiya xonasiga. Olib kiramiz, u yerda narkozniy apparat orqali o'sha etilgan sefluran dorisini ingalyatsiya qilamiz. Bola nafas olib o'zi uxlab qoladi. Uxlagandan keyin qo'liga kateter qo'yamiz. Anga kateter deyiladi. Bu nima uchun kerak deyishadi. Tomirdan narkotik qilmasanglar, psixotrop qilmasanglar, nimaga qo'yasizlar deydi. Bir xil onalar so'rashadi. Bu birinchidan страховка uchun kerak. Qanaqadir holat kuzatilib qolsa, o'sha vaqtda biz venasini qidirishga vaqt sarflamasligimiz kerak. Tez yordam berish uchun qo'lida doim hech nima ketmagan taqdirda ham qo'lida kateter turishi kerak. Ikkinchi qo'yishimizdan sabab sedatsiyaga bola 3-4 soat ovqatlanmasdan, suv ichmasdan keladi. Muolajadan keyin ham 2 soat hech narsa yemaydi, ichmaydi. Kichkina bola organizm suvsizlanishi bor. Shuni hisobga olib, muolaja vaqtida kapinitsa ulab qo'yamiz. Suyuqlik yo'qotmaslik uchun. Tushunarli. Qo'yildim kateter, keyin uni intubatsiya qilinadi. Intubatsiya qilinib, keyin narkoz apparatida tish davolash qancha vaqt davom etsa, shuncha vaqt davomida sun'iy nafas berish apparatida bemor dori bilan ingalyatsiya qilib uxlatiladi. Nimaga tishga qancha vaqt ketadi? Shu joyda Shohir aka bilan birga olib ketsalar? O'rtacha sut tishlar uchun bitta tishga 20 minut, yarim soatgacha vaqt ketadi. Endi nechta tishi bo'ladigan bo'lsa, shuncha vaqt ishlanadi, lekin biz har doim bemorga tavsiya beramiz va o'zimizni страховкamizni olish uchun ham o'zimizga bir vaqt qilib qo'yganmiz. Masalan, ish qanchalik ko'p bo'lmasin, qanchalik qiyin bo'lmasin, biz o'sha vaqt ichida faqat ishlaymiz. Ya'ni 3 soat. Misol tariqasida. 3 soatda nechta tishiga ulgursak, o'sha narsani qilamiz. Qolgan tishlaricha deydigan bo'lsa, qolgan tishlarini повторный holatda qilinadi. Bu narsa bilan biz bola qiynalib qolmasligi uchun 3 soat ham kichkina vaqt emas. Bittada ko'p tish davolanish ham endi har doim ham yaxshi emas. Shuning uchun agar masalan 20 ta tishi kasal bo'lgan bolalar keladi, bizga umuman sog'lom tishi yo'q. 20 ta tish uchun 5 soat ketishi mumkin, 6 soat ketishi mumkin, balki 7 soat ham ketishi mumkin. Organizm qiynalib qolmasligi uchun birinchi ko'rikda eng glavniylarini, ya'ni o'sha og'riyotgan, yiringlash ehtimoli bo'lgan, qolganlarini sal keyinroq o'tkazamiz deb tavsiya beramiz. Nega 3 soat? Men bunga anesteziologik jihatdan javob bermoqchiman. O'zim aytganimdek, sun'iy nafas berish orqali davom etadi bu. Искусственный дыхание deyiladi. Organizmda alkaloz, atsidoz degan narsalar bor. Respiratorniy atsidoz, respiratorniy alkaloz, metabolitskiy atsidoz, alkaloz. Bu narsa kislorod berilgandan keyin, sun'iy nafas berish apparatiga ketgandan keyin bu proses o'tib ketib qolish ehtimoli bor. Misol uchun normadan atsidozga yoki alkalozga shu holatni oldini olish maqsadida desa ham bo'ladi. Dorini organizmda kumulyatsiyasi degan narsa bor, to'planishi. O'shani oldini olish maqsadida bizning klinikada 3 soatdan ko'p ishlanmaydi. Bu hamma klinikada emas, hozir bizning klinikada degan endi. Bizda shunaqa ishlanadi. Standart qo'ydik. Ishlaydiganlar bor, 4 soat, 5 soat. Hozir shu bo'yicha savol bermoqchi edim. Biz endi riskni kamaytirish maqsadimiz. Bu faqat bolalarda hozir aytyaptilar. Yosh kattalarda agar operatsiya hajmi katta bo'lsa, ularda nazorat ostida uzoq 5 soat davom etadigan operatsiyalar bor. Bolajonlar o'ylagan holatda men bitta narsani xulosa qildim, o'zi gapirib berganlaringda, sizlar erinmaysizlar.
Ya'ni bola sizlarga sog' bo'lsa, masalan, avval 10 ta tishini qilib olib, keyin ozgina dam berib, balki ertasiga yana 10 tasini Bizga qilishsa, rezultat kerak. o'sha tavsiya Bizga rezultat kerak. Hozir eshitish mobaynida shu narsa hayolimga faqat keldi. Nimaga besotib birato'la hammasini qilib qo'ymaysiz? Siz bolani emas, tez ishni qilib pulini olish emas, ya'ni bolada rezultat ko'rishni xohlayapsiz. Natija va risklarni maksimal Kamaytirish. Zo'r, bu narsa zo'r. Hozir aytdingiz-ku, sedatsiya paytida, misol, bolani, ya'ni bemor holati qanaqa nazorat qilinadi? Bu narkoz apparatida bo'lgandan keyin bunga berilayotgan kislorod hajmi, unga berilayotgan ob'yom, nafas olish sonini ham narkoz apparatida biz kontrol qilamiz. O'sha bolani yoshiga, kilosiga to'g'rilab qo'yiladi. Keyin puls, saturatsiya, arterial qon bosimi, EKG nazorat ostida o'tkaziladi. Keysingizda qanaqa holatlar bo'lgan? Boya aytdingiz-ku, bo'lib qilamiz deb, bo'lib qilgan holatlaringiz bo'lgan? Ko'p bo'ladi unaqa holat. Keysimizda bo'lgan 20 ta emas, o'zi sut tishi 20 ta bo'ladi. 20 ta sut tishi bo'ladi umumiy holda. 16 tasi kasallangan holatda bo'lgan. Endi 16 ta uchun ham 4-5 soat ketib qoladi. 16 tadan bizda asosan birinchi o'rinda turadigan jag' tishlar kasallanadi. Chunki bola tishini yuvmaydi, ovqat tiqilib qoladi. Shu joyda aytib o'tish kerakki, o'zi 4 yoshdan boshlab jag' o'sgani hisobiga tishlarning oralari ham ochiladi. Va aynan gigiyenani yaxshilab qilish kerak bo'lgan vaqtda nimagadir e'tibor bermashadi ota-ona. Shu vaqtda bizda karies ko'p uchraydi. Shuning uchun katta hajmli bo'lganda biz asosan o'sha chaynaydigan tishlarni birinchi o'rinda qilib berishga harakat qilamiz. Chunki ovqatni chaynash kerak. Yaxshi chaynalmagan ovqat hazm bo'lishi ham qiyin va keyinchalik oshqozon bilan muammo keladi, qabziyat, ich qotish, endi muammosi katta. Shuning uchun bo'lib qilamiz. Keyin hozir bizlarni ko'rayotganlar orasida farzandligini sedatsiya orqali chin davlatganlar bo'lishi mumkin-da. Bizi 3 soat qilishimizni shu Qozog'istondagi bo'lgan voqeadan keyin o'tirib maslahatlashgan holatda buni vaqtini kamaytirdik. To'g'ri, hozir savol tug'ilishi mumkin. Mani bolam tishini 4 soatda qilib berishgan yoki 4,5 soatda qilib berishgan deyishligi mumkin. U aldashyapti deyishligi mumkin-da, lekin buni biz yaqin orada kamaytirdik vaqtini. Oldin biz ham qilardik 4 soat, 4,5 soat qilardik. Hozir riskni kamaytirish uchun, shunaqa holatlar kuzatilmasligi uchun biz vaqtini kamaytirdik. Undan ko'ra bo'lib qilib beramiz. Qozog'istondagi holatga fikringiz? Endi shu Qozog'istondagi holat bevosita o'sha anesteziologik tomondan bo'lgan deb o'ylayman. Zafar aka menimcha to'liqroq tushuntirib bersalar kerak. Bizda bitta gap bor, boshida qoshida bo'lmagandan keyin gapirish kerak emas o'zi. Aslida olganda, lekin men hozir ayniqsa sifatida o'zimni fikrimni aytaman. Uni tepasida turmagan. Aniq shundan bo'lgan deb, aniq shundan deb ayta olmayman. Endi Qozog'istondan ko'rayotgan bo'lsa, gapimni noto'g'ri tushunishmasin. Shifokorlar bu yerda bo'ladigan sabablar juda ko'p. Anafilaktik reaksiya boya aytganimizdek bo'lishi mumkin, doriga organizm reaksiya bergan bo'lishi mumkin. Keyin meni o'ylashim bo'yicha bu yerda o'zi ingalyatsionniy narkoz bilan adrenalin chiqishmaydi. Adrenalin bilan ingalyatsionniy narkoz birga ishlatilganda shunaqa случай uchraydi. Yurakda aritmiya berish ehtimoli bor. Bu adrenalinni dorilar bilan o'zaro ta'siri degan joyiga ham yozib qo'ygan. Ingalyatsion anestetiklar bilan qo'llanish tavsiya etilmaydi. Shunaqa aritmiyalar kuzatilishi mumkin deb yozilgan joyi ham bor. Hozir endi yana bitta savol tug'iladi. Adrenalin nima uchun ishlatilgan u yerda? Stomatologiyada adrenalin ishlatilmaydi-yu. Nimaga ishlatilgan? Stomatologiyada adrenalin ishlatilmasa ham og'riqlantirish uchun superkain, atrikain ishlatasizlar. Buni sostavida adrenalin bor. Endi bizga kelgan informatsiya bo'yicha ular bir vaqtda aytishdi 15 ta, 16 ta nechtadir tishini davolandi deb. Endi har bitta tishga bo'lmasa ham, ikkita tishga bittadan qilingan bo'lsa ham ancha-muncha anaqada organizmda adrenalinni miqdori ko'payib ketgan, o'shani o'zaro chiqishmaganligini hisobiga yurakda aritmiya berib, yurak to'xtashiga olib kelgan deb o'yladim men o'zimcha. Bu meni endi shaxsiy fikrim. Endi tepasida turmaganmiz. Lekin
man shu paytgacha ishlayotganimda, misol uchun biz ayniqsa biz lorlar bilan ishlaymiz, umumiy xirurglar bilan ishlaymiz, mana stomatologlar bilan ishlaymiz. Adrenalin ishlattirmayman. Yo'q. Adrenalin ishlattirmaymiz, chunki mana bularga ham necha marta aytganman, adrenalin sostavida bor narsalar. Endi bular adrenalin ishlatishmaydi, og'riqdan turish uchun ishlatiladi. Yo'q, qilmanglar deymiz. Misol uchun, lorlar adrenalin ishlatiladi ko'pincha. Qonashini oldini olish uchun adrenalin tomizadi, u tomirlarni toraytirib, ularga komfort beradi. Ishlayotgan joyda qonamasa, toza bo'lsa, tezroq ham ishlashadi, qiynalmasdan ishlashadi. U uchun ishlatiladi. Shuning uchun iloji boricha uni boshqa yo'llarini qilib adrenalin ishlattirmaymiz. Zo'r. Sedatsiyadan keyin tiklanish vaqtiga qancha ketib qoladi? Sedatsiyadan keyin dorini Sevfluranni o'zi chiqish vaqti 8-15 minut hisoblanadi. Bular ishligini tugatgandan keyin biz gazni o'chiramiz. Gazni o'chirganimizdan keyin bemor 4-5 minut ichida ekstubatsiya qilinadi, boya aytgan trubkamiz olinadi, mustaqil nafasga qaytadi. 15-20 minutlar ichida uyg'onishni boshlaydi, yig'lab, reaksiya qilib tashqi muhitga, to'liq uyg'onishiga taxminan 1 soatcha vaqt ketadi. Lekin hamma organizm har xil. Bu bemor holatiga ham bog'liq. Bir xil bola kuni bo'yi o'ynab, uxlamasdan, misol uchun sedatsiyaga kechqurun kelishi mumkin. 3-4da, unda sal ko'proq ham uxlashi mumkin. O'zini uyqusiga davom etib. Shunda ham bola uyg'onadi, yig'laydi, yoqqa-bu yoqqa qaraydi, o'zini uyqusiga davom etib ketadi. Farzandim uyg'onmay qolsa-chi degan savolga inonamiz. Avvalambor yaxshi niyat qilish kerak, birinchi o'rinda. Misol uchun biz ham har bitta ishni boshlayotganda bismillohni aytib boshlaymiz. Allohdan so'rab, yuzimizni yorug' qilgin deb. Chunki hamma sabablarini qilib, hech kimga ortiqcha qo'pol qilib aytganda problema kerak emas. Xuddi shu qatorda bizga ham. Bizga ham tinch, yaxshi o'tkazib berib, farzandini ota-onasini bag'riga berib, yanimiz yaxshi. Boya siz aytdingiz-ku, o'zi birinchi navbatda biza stomatologlarga bolalarni moslashtirishi tarafdorimiz deysiz. Shuning uchun nima ketma-ketliklar qilasizlar? Stomatolog bilan avvalambor muloqot to'g'ri qo'yish. Ya'ni bemor bilan bolalar tilida gaplashish. Endi buni bolalar stomatologlari juda ham tilini topishga harakat qilishadi. Buning uchun tajriba kerak. Va bolajon bo'lish talab qilinadi. Har bitta bola bilan o'zini farzandidek, o'zini jiyanidek muloqot qilib, u bilan til topish kerak. Bundan tashqari, boya aytib o'tganimiz, ota-onasi bilan bevosita birinchi ko'rikka kelganda agar ekstreniy qanaqadir birinchi yordam ko'rsatishga to'g'ri kelsa, misol uchun ushlab turish mumkin. Lekin bolani iloji boricha tayinlab keling deymiz. Hozirgi kunda mana YouTube platformasida ham juda ko'p tavsiyalar bor, multiklar bor. Misol uchun stomatologga borganda nimalar bo'ladi, qanaqa muhit bo'ladi, nimaga borish kerak o'zi. Shu narsalarni ota-onasi tushuntirishi kerak kelishidan oldin. Shuni tavsiya qilamiz va bevosita bu nima deydi, bir kunlik ish emas. O'sha darajaga olib borish uchun, ya'ni stomatologga olib kelguncha qilinadigan ishlarni yo'lga qo'yish kerak. Bu faqat ota-ona emas, bog'chada ham. Mana biz ham shuni yo'lga qo'ymoqchimiz. Yordam sifatida bog'chalarda gigiyenani o'rgatish. Bevosita universitetimiz tomonidan talabalar ishtirokida, mana o'zimizning klinika vrachlari ishtirokida bog'cha yoshidagi bolalar, maktab yoshidagi bolalarni profilaktikaga o'rgatish, ya'ni og'iz bo'shliq gigiyenasiga ahamiyat berishga o'rgatish bu dolzarb mavzu. Eng profilaktikani oson yechimi va ishonchli yechimi bu og'iz bo'shliq gigiyenasiga rioya qilish. Bu narsaga biz ham o'zimizni hissamizni qo'shish niyatida bog'cha yoshidagi bolalar va maktab bolalari bilan bevosita ishlaymiz. Yaqinda shunaqa yangiligimiz bor. O'zbekistonda birinchi navbatda o'zimizni atrofdan boshlagan holda o'sha yerdagi xususiy, keyin davlat bog'chalarida biza bepul bolajonlarni tekshirib bermoqchimiz. Tishida muammosi bormi, kariyesi bormi, bo'shasi bormi, to kasal bo'lmaguncha ota-onalar bilmaydi-ku, biza Yemo klinikasini jamoasi bilan birgalikda borib, haftada bir marta 100 tagacha bolalarni
chiroyli gigiyenaga javob beradigan holatda tekshirib bermoqchimiz. Ota-onalarga kasallikni oldini olish uchun tavsiya bermoqchimiz. Bu rahbarimiz tomonidan ilgari surilgan maqsad. Biz Xudo xolasa jarayonda ishtirok etyapmiz. Ya'ni bog'chalar bilan borib kelishgan holatda bu narsani hamma xohlaydi. Biz bu narsani bepul qilishimiz shu O'zbekistonda tibbiy saviyani oshirish. Ota-onalar sedatsiya qildirmoqchi bo'lsa, mutaxassis qanaqa tanlash kerak, klinikani qanaqa tanlash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak? Shohruh aka. Endi avvalambor tajribaga qaraladi baribir. Doktor tajribasiga, tanlanayotgan klinikani оборудованияларga e'tibor berish kerak. O'zi hamma narsasi bormi? Sedatsiya bilan qilinyapti. Endi bizda operatsionniyda bo'ladi masalan. Operatsionni bo'lgandan keyin обязательно reanimatsion ham bo'lishi shart. Endi o'sha narsalarga javob beryaptimi tanlanayotgan klinikasi? Chunki bizda umumiy klinikalar bor, hamda stomatologik klinika bor. Va afsuski bir xil stomatologik klinikada narkoz qilinsa ham talabga javob bermaydigan narsalar bor. Yana vrachchi ham tajribasiga qaraganda nimalarga e'tibor berish kerak? Ota-onalar nimalar so'rasa? Endi vrachning tajribasi o'zi bilinadi gapirayotgan payti. Ota-ona bilan ota-ona hozir sifrovoy bo'lgani uchun ko'pincha o'qib kelishadi. O'qib keladi и savol bergan vaqti o'qigan narsasini eshitgisi keladi. Ko'proq. Endi o'shanaqa javob berish uchun doktor ham постоянно izlanish kerak-da. Ustida ishlash kerak. Da, o'zini ustida ishlash kerak. Chunki masalan oddiy misol ChatGPT chiqazadigan ma'lumotni endi oxirgi yangi istochniklar bo'yicha chiqazib beradi. Bizda eski teoriyalar bor, eski narsalar bor, ularni olib chiqmaydi. Eng qizig'i yana u yerda sizni tajribangizdan bor-da. Shunaqa. Eng yangisini beradi. Eng yangisini bergandan keyin agar doktor masalan yangi kitob o'qimagan bo'lsa, eskicha metodikalarni olib ketgan bo'lsa, chunki eskicha metodikalar bor haligacha. Ota-onaning ko'ngliga aniqlay olmaydi. Kerakli savollarga javob bera olmay qolishi mumkin. Mana stomatologsiz, yosh bolachalar bilan qanaqa qilib chiqishasiz? Endi direktorimiz aytgandek, avvalambor bolajon bo'lish kerak. Yosh bolaga siz ham yosh bolaligingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Yosh bola kirib kelyaptimi, sразу o'ynagan holatda o'zi kirib kelgan muhiti ham yosh bolaga tegishliroq bo'lsa, undan ham zo'r. Masalan, детский xonalarda kerakli bo'lgan o'sha multfilm bo'ladimi yoki qanaqa o'yinchoqlar qo'yib qo'yishmi? Shunaqa yo'l bilan ko'ngliga kirishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda ota-ona turadi. Endi yosh bola sal erkalik qilishi mumkin ota-onasiga. Ota-onasini chiqarib turishgan bir xil payt majbur bo'lamiz. Nimaga? Bola bilan muloqotga kirishimiz uchun. Chunki ota-onasini oldida bir xil bolajonlar erkalik qilib sizga e'tibor bermaydi doktorga. Shunaqa bo'lishga majbur bo'lamiz. Sedatsiya qilish uchun qarshi omillar ham bormi? Qarshi ko'rsatishda nima? Ko'rsatmalar. Hozir qarshi ko'rsatmalardan oldin hozirgi bergan savolingizga men ayniqsalik jihatdan javob bermoqchiman. Klinikani tanlash bo'yicha. Klinikani tanlash bo'yicha baribir kelishgandan keyin ayniqsalik jihatini ham ko'rish kerak. Ota-onalar birinchi bo'lib so'rashadigan narsasi qanaqa turdagi anesteziya o'tkaziladi. Menda bitta случай bo'lgan, bitta klinikaga chaqirishgan, juda mashhur klinika, hozir nomini aytolmayman. Anesteziyolog sifatida chaqirishgan. Borganimda hamma оборудованияsi bor. Narkozning apparati ham bor, hamma narsasi bor, lekin menga ular talab qo'yishyapti. Ingalyatsionniy narkoz emas, propofol degan dori bilan sedatsiya qilib berasiz dod. O'sha Linimat degan narsa bor. Soatiga qo'yib qo'ysa, shuncha millilitr dozada berib turadi. Внутренне ketadi. Men aytayapman ularga, "Xo'p, og'iz bo'shlig'ida ishlaysizlar, operatsiya bo'lib qolishi mumkin. Apparatinglar bor ekan. Undan ko'ra men shuni ingalyatsionniy qilib bering, intubatsiya qiladi." Desam, "Yo'q, ota-onalarga intubatsiya desak, qo'rqib ketishadi" deyishyapti. Как u narkoz qo'rqishadi. Biz patsient yo'qotamiz deyishyapti. Bizga shu sedatsiya qilib bergin deyishyapti. Keyin men u klinikaga bormadim. Chunki bu katta risk bu. Внутренне berib og'iz bo'shlig'ida ishlash bu risk. O'zi qoida bo'yicha ham bo'yindan tepada bo'ladigan operatsiyalarni kichkina operatsiya bo'ladimi, katta operatsiya bo'ladimi, intubatsionniy narkoz o'tkazilishi kerak. Aytmoqchi bo'lganim, intubatsiyadan qo'rqish kerak emas. Intubatsiyadan qo'rqishlik kerak emas. Chunki bu управляемый narkoz deyiladi. Buni nazorat qilsa bo'ladi. Dorini venadan jo'natildimi, uni qaytarib olib bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin ingalyatsionniy narkozda operatsiyani
3 soat mo'ljalladilarmi, 2 soatda tugatadigan bo'lsalar, uni o'chirib yoki 3 soat deb 3,5 soat bo'ladigan bo'lsa, qo'shib kontrolchisi bo'lib boshqasi bo'ladi. Keyin bu yerda kislorod, respiratorniy sistemani nazorat ostida bo'ladi. To'g'ri. Nazorat qila oladigan Yana narsangiz respiratorniy holatda nazorat ostida to'ppa-to'g'ri aytdingiz. To'ppa-to'g'ri. Insonni tanasiga ketgan narsani nazorat qila olmaymiz, nazorat qila olmagan narsani boshqara olmaymiz. Boshqara oladigan, ya'ni nazorat qila oladigan narsamizni boshqara olamiz, unda risk yana ham kam bo'ladi. To'ppa-to'g'ri narsa. butun dunyo hozir ingalyatsionniy narkozda ishlashadi. Butun rivojlangan davlat. Endi qo'shimcha hozir aytgan gaplariga ta'rif bermoqchiman, xalqimizga tushunarli bo'lishi uchun. Venadan yuborilganda og'iz bo'shlig'ida ishlasak, nafas yo'lini bemor o'zi boshqara olmaydi-da. Misol uchun tish olinishi mumkin, mayda instrumentlar bilan ishlaymiz. Suvligi daji havo yo'liga ketib qolishi bu aytganlaridek aspiratsiya, ya'ni begona moddani havo yo'liga ketishi. Bu narsa kuzatilsa, uni qaytarish qiyin bo'lgan, juda og'ir, xavfli holatlarga, letal o'lim holatlariga olib keladigan bu riskda. Shuning uchun biza boshqaradigan yo'l turganda, unaqa bemor yo'qotmaslik uchun yoki bemorga ham biza tezroq yordam ko'rsatamiz deb uni xavfli yo'l bilan qilishimiz noto'g'ri. Bizga rezultat kerak. Bizga bola sog'lom chiqib, o'sha namoz qilib borish kerak. Keyin bu venadan ketadigani bu arzon usul hisoblanadi o'zi. Shu tomonni o'ylab ham ko'pchilik tavsiya beradi. Juda arzon usul hisoblanadi. Misol uchun narxni aytib bering. Narx tomonini aytadigan bo'lsa, Sefluran dorisi bitta flakoni taxminan 1,5 million turadi. Intubatsion trubka bor u yerda, kateter bor, kislorod bor, narkozniy apparat bor. Ishlatiladigan propofol dorisi 20 millilitrlik flakonda chiqsa, taxminan 35 metr mezon turadi. Ishlatilsa, ikkita ishlatiladi. Juda katta farq. Juda katta farq bor ekan. Farqi katta. O'shaning uchun bemorga endi biz iloji boricha xavfsiz usulni taklif qilamiz. Boyagi aytayotgan faqat sedatsiya usulida qilish risklari kattaligi uchun biz bu usuldan foydalanmaymiz hozir. Nimaga u tan narxlaringni qimmat qilib beryapti-yu? Ular aytgan narx bera olmaysizmi Shohraga? Bu yerda endi insoniylik degan narsa bor. Faqatgina hamma narsa o'zimga bo'lmasin deb faqatgina pulni olaylik-da ketkazib olaylik degan narsa emas. Jon shirin, tем более endi men tajribani ko'proq bolalar bilan ishlaganim uchun bola hammaga shirin. Baribir. Ota-ona birinchi navbatda bolasiga qiladi. O'ziga qilmaydi, bolasiga qiladi. Misol tariqasida kattalar ham keladi-da. Masalan, ota-ona keldi, bolasi bilan ota-onasida muammosi bor, bolamni ham bir qarab qo'ying deyshadi. Bolasini qarab muammolarini aytsa, o'zimni qildirmayman, bolamni qildiraman. Endi bizga ishonib kelyaptimi, biz o'sha ishonchni oqlashimiz kerak. Yo'lda tanlasak ham bizga natijasi yaxshi bo'lsa, ular bizdan rozi bo'lsa, uzoq muddatda ham biz, ham bemor yutib chiqadi. Shohroq akam aytgan gapga bizga telefon bo'ldi. Call centerda ishlaymiz, telefon bo'ldi. Telefonni ko'tarib, ular bilan gaplashib, implant qo'ydirish uchun chaqirganmiz. Bolamni ham olib boraman dedilar. Olib kelsangiz bo'ladi, bizda bolalar mutaxassisi ham bor dedik. Implantga o'zlari kirdilar. Bolalari detskiga kirdilar. Chiqqandan keyin aytdilarki, o'zlarikidan ko'ra bolalarnikini afzal qo'yib, men birinchi navbatda bolamni tuzataman dedilar. Keyin biz o'zimiz o'sha reklama bo'limi xulosa qildikki, O'zbekistonda o'zidan ko'ra baribir ota-onalar bolasini ustun ko'radi. Shunaqa. Ayniqsa tibbiyot sohasida Shunaqa. biz bu narsaga yaqqol guvoh bo'ldik. Endi hammamiz o'zimizdan misol o'zbekchilik baribir birinchi o'rinda bolajon, hamma farzandim deydi. O'zidan ko'ra farzandini afzal ko'radi. Endi bir podkastimiz foydali bo'lishi uchun ota-onalarga, xudo xolasa yosh bolasi bor insonlarga stomatolog tomonidan o'zlariga ham, bolalarga ham maslahat bering. Bolasini tishida karyeslar paydo bo'lmasligi uchun bir to'p 3 ta maslahat bering. Nima qilib oldini olish mumkin? Birinchi navbatda bolalarini har doim nazorat qilib turish kerak. Birinchi tishimiz bizda 6 oydan boshlab chiqadi. Kimdadir sal ertaroq, kimdadir sal keyinroq. Tish chiqdimi, bola o'zi ovqat yeyishga harakat qiladi. Endi ovqat yegandan keyin u ovqat tishga yopishadi baribir. Uni tozalash kerak. Tozalashmasa o'sha karies bo'ladi. Bitta misol aytib beraman, o'zimda bo'lgan narsa, farzandimda 4 oyligida tish chiqqan. Bu erta nisbatan 4 oyligida tishi chiqqanligi uchun ovqatni ham erta boshlagan. Endi 4 oy chiqdi deb men o'zim stomatolog bo'lib turgan holatimda ham tishiga qaramagan edim. Chunki 1 yoshli bo'lsa, keyin qaraymiz, hali hech narsa bo'lmagan-ku deb yurdim. 4 oylik
bo'lgani uchun 6 oyligida nimadir bo'ldi, tishini katta ochib og'zini kuldi-da. O'sha holatda qaradim, o'zi bitta tishida oq dog' bo'lib qolgan. Bizda bitta narsa bor, karies faqatgina qora bo'lmaydi. Karies degan narsa bizda oq holatdan boshlanadi. Oq dog' paydo bo'ldimi, bu degani o'zi biling, mana shu farzandingizda yoki o'zingizda karies bo'lish ehtimoli ko'payyapti. Endi 6 oyligida o'zi paydo bo'ldi. Ko'ryapsizmi Doniyor aka? 2 oy уже 2 oyda o'zi paydo bo'lyapti. Ovqat yeyishni 2 oy boshlagan, o'zi shu narsa bor. Keyin srazu oyisiga yetib, maxsus shotkalarni olib berib, maxsus pastalarni olib berib, детский pastalar bor bizada. O'sha narsani ota-onalar bilish kerak, то что bizda детский pastalar bor. O'sha narsani olib berib, tishni yuvishni boshlaganmiz va oq bo'lganligi uchun, oq dog' bo'lganligi uchun u narsa oqga qaytadi. oldini olish tezroq bo'lgan. Xuddi shunaqa. Karies kelib chiqishi hozirgi zamonaviy hayotimizda nimalar sabab bo'ladi? Ximikatlarmi, nimalar? Bolaning tishida karies paydo bo'lishi uchun. Bolada karies keltirib chiqaruvchi faktorlar boyaga aytib o'tganimizdek juda ko'p faktorlar mavjud. Birinchi navbatda homiladorlik davridan boshlab nafaqat umuman og'iz bo'shlig'iga, balki bolani sog'lom rivojlanishi uchun homiladorlik davridan boshlanishi kerak. Ya'ni homilani to'g'ri rivojlanishi uchun kerak bo'lgan muntazam ko'rikdan o'tish, uni homilador ayollar ovqatlanishi, vitamin bilan to'liq to'yinishi va tibbiy ko'rikdan muntazam o'tib turishiga katta ahamiyat berish kerak. Iloji boricha o'sha boyaga aytib o'tgan infeksion kasalliklarni oldini olish kerak. Va bola tug'ilgandan keyin birinchi navbatda tish chiqishi bilan boshlab, Shohruh aytgandek, gigiyenaga ahamiyat berish kerak. Ota-onasi tomonidan gigiyenaga ahamiyat berish kerak. Stomatolog ko'rigiga olib borish kerak. Bolam hali tish to'liq chiqmadi yoki hali vohli degan gap yo'q. Sog'lomligiga siz ishonyapsizmi? Doktor nazoratidan o'tkazsangiz, yanada ishonch komil bo'ladi, ko'ngil xotirjam bo'ladi. O'shaning uchun har 6 oyda stomatolog ko'rigiga обязательно borish kerak. Nimaga O'zbekistonda o'zimiz xohlab doktorga bormaymiz? Bitta hazil aytib beraman. Doktorga bordim, palon pul ishlatdim dedi. Keyin nima xafasan dedi-ku, hech narsa chiqmadi dedi. To'g'ri. Shunga o'xshab bizada faqatgina kasal bo'lganda borishadi. To'g'ri. Qayerdadir og'risa boradi. Bu yerda ham ozgincha balki o'sha pulni tejashlikdadir, balki boshqa narsa bordir. Shunaqa bir sabab bo'lib qolyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga biz qachonki kasal bo'lsak keyin boramiz? Birinchi navbatda mana farzandlarimizni o'ylaymiz deymiz-ku. Farzandlarimizni o'ylashdan oldin avvalambor odam o'zi o'rnak bo'lishi kerak-da. Farzandlarimiz bizga qarab qaytaradi. Degan ishimizda tarbiya uydan boshlanadi. Shuning uchun ota-ona o'zi o'rnak bo'lishi kerak. O'zi har 6 oyda sog'lig'iga befarq bo'lmasdan, faqatgina stomatolog emas, umumiy odam o'zini sog'lig'iga har 6 oyda tibbiy ko'rikdan o'tib e'tibor berish kerak. Shundagina farzandlarimiz ham bizga qarab o'rnak oladi, bizga qarab shunaqa doktorga borish kerak ekan degan oddiy holatligini his qiladi va agar o'zimizda shu narsani shakllantirishga harakat qilmasak, farzandlarimiz ham xuddi shunaqa shakllanadi. Mavzumiz bolalarda karies paydo bo'lishiga qanaqa mahsulotlar sabab bo'lishi mumkin? Bolalarda endi hozirgi zamonda bizda shirinlik ko'p, gazli suvlar ko'p. Kuniga turidan turi ko'payib ketyapti. Ichiga nima solinayotganini endi ishlab chiqarilganini biladi faqat. Bu narsani o'zi mumkin emas deb aytolmaymiz. Mumkin, faqat me'yor bor. Masalan, bitta yesin, bitta ichsin, bo'ldi, yetadi. 2-3 kundan keyin yana qilsin. Bizda tartibsiz. Har ko'chaga chiqqanimizda. Har ko'chaga chiqqanda, har magazinga kirganda nimadir olib ber. Olib bersin. Aytganimizdagi me'yor bilan. Tishga foydali bo'lgan qanaqadir alanglar bormi? Yosh bolachalarda tish chiqayotgan paytda nimadir foydali narsa bormi? Albatta, yosh bolalarga kalsiyga boy mahsulotlarni berish tavsiya qilamiz. Birinchi navbatda tvorog. Chunki bolalar ko'p yeyish xohlamaydi. Lekin kalsiyga boy sut mahsulotlarini berish kerak. Bundan tashqari vitaminlarga boy mevalar. Va shuni tavsiya qilamizki, bolani tish chiqqandan keyin ko'pincha
hozirgi kunda qirg'ichdan o'tkazib yoki blenderdan o'tkazib berishadi. Ha. Bolalar tishlab yeyishini tavsiya qilamiz. Sababi qattiq narsani bola tishlaganda jag' rivojlanadi. Ha. Natijada tish jag' tizimida mustahkamligi yaxshilashadi. Chaynab berish bolaga chaynab berishimiz demak zarar qiladimi hozir? Zarar qiladi deganda haligi shakllanishini kechiktiradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa prikusni shakllanishiga bu ta'sir qiladi. Ya'ni tish almashish davrida ham 6-7 yoshgacha ham blenderdan o'tkazib beradigan onalar borda. Aytamiz ularga bolaga olmani bering, o'zi tishlasin. Chunki tish almashish davrida u ham bitta stimulyatsiya qiladida, ya'ni tishi to'g'ri chiqishini, joyidan chiqishini ta'minlab beradi. Hozirgi kunda ovqatlarimiz yumshoq bo'lgani uchun ko'p narsalarni shunaqa через blender, через yumshoq narsalar yeyishimiz orqali jag'larimiz rivojlanishdan orqada qoladi. Shuning uchun ham ko'pincha ortodontik muammolar, ya'ni tishlarni qiyshiq chiqishi, o'z joyidan chiqmasligi, jag'larni rivojlanishdan orqada qolishi, har bitta jag' normada bo'lish uchun jag' ishlashi kerak. Ha. Misol uchun mushaklarimizga ham nagruska bersak kattalashadi-yu, xuddi shunaqa jag'larimiz ham tabiiy mahsulotlarni chaynab nagruska bersak rivojlanadi. Shuning uchun tavsiya berardikki, tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilishi, hozirgi kunda chiqayotgan kimyoviy moddalar qo'shilgan ko'p mahsulotlarimiz bor. Ularni iloji boricha kamaytirishi maslahat berardik. Va bevosita agar jag'imiz rivojlanmasa, shu tavsiyalarga rioya qilinmasdan jag'imiz rivojlanmasa, bu ertaga nafaqat tishlarimizni rivojlanishdan orqada qolishi, balki yuz tuzilishining o'zgarishiga ham sabab bo'ladi bu. Ha. Profilni o'zgarishiga sabab bo'ladi. Yana bitta savol. Tilingni tishingga tekkizma deydi yosh bolalarga ko'proq. U ya'ni jag' tuzilishini o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bu rostmi? Bu mutlaqo rost. Chunki til muskul, jag'lar esa rivojlanayotgan paytda ular yumshoqroq bo'ladi. Endi doimiy ravishda tili bilan masalan tishlarni itarsa, tish itariladi. Ha. To'g'ri turgan narsa bizada qiyshayishi mumkin. Bu narsaga katta e'tibor beriladi va bu bizada вредный привычка deyiladi o'zi. U narsani masalan qaytarish kerak. Yana qanaqa shunaqa yomon odatlar bor? Tishi shakllanayotgan, jag' shakllanayotgan paytda zararli odatlar. Ha. Masalan yosh bolalarda oladigan bo'lsa, oddiy misol bosh barmoqni so'rish. Noto'g'ri rivojlanib ketib qoladi. Uxlayotganda masalan qo'lini bir xilda quchoqlab uxlaydi. Ya'ni anaqa holatga qo'yib uxlashadi. Bu narsa ham bizga ta'sir qiladi. Yosh bolalarda. Katta miqdorda masalan og'ziga har xil ruchka, shunaqa narsa tiqadiganlar bor. Bu ham noto'g'ri. Bizda ota-onalar indashmaydi. Qisa masalan yosh bolacha tishiga qalam qo'yib chaynab yursa, tishi chiqayotgan ekanda deb qo'yishadi. Bu demak oldini olish tavsiya qilinadi. Siz aytayotgan narsa u tish chiqayotgan vaqtda qattiqroq narsani berib qo'yib ishlatib qo'yish u nazorat to'g'ri. To'g'rimi? U to'g'ri. Lekin u narsani ham ko'p qilish mumkin emas-da. Boya aytdik-ku, hamma narsaning me'yori bor deb. Tish chiqayotgan payti u tabiiy holda qichiydi-da. Unda xohlaysizmi, xohlamaysiz uni to'xtata olmaysiz. Lekin chiqqandan keyin uni to'xtatish kerak. Men jiyanlarimda shunaqa holat bor-da, haqida tishini qilib, buni demak tish chiqayotgan ekan deb qo'yamiz. So'rg'ich so'rish ham zararli odat. So'rg'ich so'rish ham prikus rivojlanishiga ta'sir qiladi. Endi 3 yosh, 4 yoshgacha so'rib yuradigan bolalar bor-ku, ular yosh bolalarda demak so'ska, bizning xalqimiz tilida so'ska deyiladi. Ko'pi zarar. Zarar. Nimaga zarar? Chunki tish oldingi tishlar shunga qarab so'skani hajmiga moslashib chiqishni boshlaydi. Bu o'z navbatida keyingi tishidan keyingi doimiy tishlarni ham o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bizda ota-onalar so'skasini berib qo'ygan, jim o'tiradi deb berib qo'yishadi. Shunaqa. Bu zararli. Yana ota-onalarga tishda qanaqa muammolar bor? Yoshligida oldini olsak, katta bo'lganda bizani xarajatdan ham va mehnatdan ham saqlab qoladigan. Yoshlikda e'tibor berish kerak. Masalan, bir xil bolalar labi bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. Labi bilan deganda so'radi labini. Tepa labini so'rab yuradiganlar bor, pastki labini so'rab yuradiganlar bor. U ham masalan yomon zarar. U narsani to'xtatmasangiz, keyinchalik jag' rivojlanmay qolish ehtimoli katta. Yokida lunchini so'rib tortib yuradigan bolalar bor. Ko'rgandirsiz. U ham ziyon. Va yana bitta e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, yosh bola uxlaganda sal e'tiborli bo'lish kerak. O'zi og'zi bilan nafas olyaptimi yoki burni bilanmi?
Masalan, u narsa ham bizda rol o'ynaydi. Og'zi bilan nafas olsa, u narsa jag'ni noto'g'ri rivojlanishiga olib keladi. Rostdan Shunaqa. yosh bola og'zi bilan nafas olib yotgan bo'lsa, Bu nafaqat tishlarni rivojlanishiga, balki o'sha miya. organlarini rivojlanishiga ham ta'sir qiladigan jarayon. Man bilmasdim, mana shu narsani bilmasdim. Zo'r tavsiya bo'ldi. Shohrok aka qarang, masalan mana bitta bolamda tishida karies paydo bo'ldi. Oldin olmasam 2, 3, 4 ga o'tishi mumkinmi? Mumkin. O'zi aslida karies degani kelib chiqishini qaraydigan bo'lsak, bu mikrob. Ha. Mikrob endi bitta joydan ikkinchi joyga ko'chish ehtimoli bor. Bitta tishdan ikkinchi tishga karies o'tishligi ham mumkin. Bizni klinikamizda shunaqa narsaga guvoh bo'lamiz. Masalan, hech bironta bola-chaqa kelsa bitta tishini qildirmaydi, eng kamida 4 tasini qildiradi. Hozirda shunaqa bo'lib qolgan, juda kamdan kam holatda bitta tish bitta kasallangan tish keladi bizda. Ya'ni ota-ona agar e'tibor berib tursa, bitta tishida muammo bo'lsa, sразу olib kelsa, rasxoti ham kam bo'ladi, bolani qiynalishi ham kam. Bitta tishni davolash bu ham tez bo'ladi, ham arzon tushadi. Ko'p tishdan ko'ra. Bolalarda narkozda kamroq yotadi. ha, narkoz. Bolalarda jag'i noto'g'ri shakllanmasligi uchun oldini olishga. Endi oldini olish avvalambor boyaga aytgan zararli privichkani yo'qotish birinchi o'rinda. Endi o'sha narsani yo'qota olmadik. Ha. Muammo kelib chiqdimi, qancha erta boshlansa shuncha yaxshi. Ha. Nimaga? Boya biz aytdik, jag' hali qotmagan. Ha. Qotmagan holatda endi maxsus ortodontik plastinkalar bor. O'sha plastinkalar bilan to'g'rilab qo'yish iloji bor. Ha. Qancha yosh o'tursa, Ha. u plastinka уже ishlamaydi. Chunki suyak qotgan bo'ladi va u yerda уже yosh kattaligi qilinadigan boshqa apparatlarni qilishga majbur bo'lamiz va u narsa vaqtni cho'zadi. Misol tariqasida aytaman, bitta oiladan ikkita bemor kelgan. Ha. Bittasi bizada 6 yosh edi, ikkinchisi 16 yosh edi. Ha. 6 yoshli bemorimizda ham tishi sal qiyshiqroq bo'layotdi. 16 yoshligimizda endi qiyshiq chiqib bo'lgan. Ha. 6 yoshli bemorimizda o'sha qiyshiqroq nomiga qiyshiq bo'lgan tishimizni 1,5 oyda to'g'rilab qo'ydik. Oddiy plastinka bilan u ko'p kelmaydi. Ozgincha urgatib qo'yiladigan joyi bor, o'sha narsani qilsa bo'ldi. 16 yoshli bemorimizni haligacha ishlayapmiz. Haligacha. Salkam 1 yil vaqt o'tdi. Qanchalik katta bo'lib jag' mustahkamlasa bo'ldi. Demak, qiynalash Shunaqa. Qancha erta oldini olishni boshlasak. Shunaqa. Yana bitta bu joyda savolim bor. Bizda O'zbekistonda mashhur, men o'sha tilda aytaman, sizlar tillaringizni tushunmayman. Bo'ri tishlar bor. O'shadan nimadan kelib chiqadi ularni to'g'irlash imkoni bormi? Bo'ri tishlar hozir yetib o'tganimiz o'sha tishlarni voqli olinishi. Ha. Agar biza 12 yoshda tushishi kerak bo'lgan tishni 5 yoshda olsak, tagidagi tishi kurtagini rivojlanishini o'zgartiradi, kechiktiradi va o'zini joyidan chiqmasligiga olib keladi. Boyaga aytib o'tgan faktorlar, jag' rivojlanmasa, jag' kichkina bo'lgandan keyin tishlarga joy yetmaydi. Tishlarga joy yetmasa, qayerdandir chiqishi kerak. Boshqa joydan o'zini bo'lmagan joydan chiqadi. Natijada o'sha xalq tilida bo'ri tish deyiladigan tishlarga sabab bo'ladi. Bu narsani ham chiqishdan oldin rentgen tekshiruvlari asosida oldindan bilib aniqlashimiz mumkin. Yoshligida 9 yosh, 10 yosh tishlar to'liq almashayotgan davrgacha bu narsalarni aniqlasak, davolash jarayoni ham tez bo'ladi, ham budjet tomondan kamroq pul sarflanadi. Qancha yosh o'tgan sari bu tishlar chiqib bo'lgandan keyin uni to'g'irlash uchun jag'i kengaytirishimiz, u breket tizimi orqali to'g'irlashimiz u ham juda ko'p vaqt oladi, ham bu katta mablag' sarflashga olib keladi. Masalan, bo'ri tishlar bir xil aytishardiki, o'zi tabiiy bo'ladi. Bunga e'tibor berish kerak emas, o'zi chiroyli turadi deydi. Bu rostmi? Hozir siz aytganingizdek ikkilanib qoldim-da, oldin olish mumkin. Bo'ri tishda ko'pincha qoziq tishi o'zini joyidan chiqmasdan noto'g'ri chiqish, boshqa joydan chiqishini bo'ri tish deyishadi. Bu tishlarni o'zi ko'pincha oldin endi xato bo'lgan bu oldirishgan, bemorlar oldirishgan. Lekin tabassumni eng ko'rinarli joyi bu o'sha qoziq tishlarimiz. Qoziq tishlarimiz prikusimizni burchak sohasida bo'lgani uchun prikusimizni kalitlaridan bittasi hisoblanadi. Buni agar oldirsak ham estetikaga ta'sir qiladi, ham jag'i funksional jihatdan noto'g'ri ishlashiga olib keladi. Shuning uchun bu tishlarni o'z o'rniga qo'yish kerak. Shohrok aka, shunaqa narsa bor. O'zimda ham shunaqa narsa bor. Tishim og'rishib boshlasa, sразу doktorga borib, nervini o'chirib qo'ying deyman. Bir kun bitta doktor aytdilar, nervni o'chirish doim yaxshilikka olib kelmaydi. Bu tishni kak zararlanishga olib keladi dedilar. Bu to'g'rimi yoki yo'q? To'g'ri gapingiz, ya'ni nervni o'chirib qo'yish bu eskidan qolib ketgan gap.
Bizada maxsus dori bor. Hmm. Hozirgacha ishlatiladi. Endi to'g'risini aytsak, bu zahar. Ha. Organizm zahar. Nervni qanaqasiga o'chirib qo'yadi, o'sha zahar ta'sir qilganligi uchun. U ta'sir qilish vaqti sizda bir kunda уже ta'sir qiladi. Bir kunda ta'sir qilgan og'riq yo'q. Endi siz og'riq bilan keldingiz, o'sha narsani qo'yildi, og'riq yo'q bo'lgandan keyin siz shu bilan qaytib kelmaysiz уже. U zahar bo'lgani uchun постоянно organizm zaharlab turaveradi. Va keyinchalik даже shunaqa holat bo'lishi mumkin, tishni, suyakni даже yirinlashiga olib keladi. Men ham o'zi tasavvur qildim, bitta hazil qilib aytib beraman. Nervi yo'q odam qanaqa bo'ladi? Spokойно bo'lsa, zerikarli bo'ladi. Sen nervingni bo'lsa yaxshi, tish ham shunaqada. Ora-orada qo'zg'ab tursa, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Shunaqa. Aql tishlar haqida aytib beringchi. Aql tishlari qachon olib tashlash kerak? O'zi aql tish nimaga kerak? Katta, yosh katta bo'lganda ham aql tish chiqadimi? Menga Shamshod akam ko'rib, sizda aql tishingiz yo'q ekan dedilar. O'zimni aqlsiz deb o'ylab qoldim. Aql tishlar endi chiqadi. Endi bizada ko'proq bolalar bilan ishlaganimiz uchun biz aql tishlarga uncha qaramaymiz. Chunki o'rtacha bizada 18 yoshdan keyin chiqadi. Endi kurtagi bo'ladi. Kurtagini biz har doim ham e'tibor bermaymiz bolalar bilan ishlaganda. Aql tishi endi bizani hozirgi kunda ko'pincha o'zini joyidan chiqmaydi. Sababi jag' borgan sari inson rivojlanib borgan sari jag' kichrayib boryapti va aql tishiga joyi kamlik qilyapti. Bu hazil tariqasi. Aql tishi o'zini joyidan chiqmasa olish kerak. Noto'g'ri chiqsa olish kerak. Agar o'zini joyidan chiqsa, funksiyasini bajarsa, chaynashda ishtirok etsa, uni olish kerak emas. Bitta qiziqarli savolim bor. Aql tishi chiqmagan odamlar aqli pastroq bo'ladimi? Endi bu mif. Albatta bu aql tishiga bog'liq emas. Aql tishini kurtagi bo'lmasligi ham mumkin. Bu kasallik emas. Normada ham bu holat kuzatilishi mumkin. Bugungi podkastimizdan bitta xulosa qiladigan bo'lsak, insonlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz bitta Shamshod aka? Insonlarga sog'ligiga muntazam ravishda e'tibor beringlar. Shifokor ko'rigiga muntazam har 6 oyda boringlar. Sog'liginglar bu sizlarning boyliginglar, oilamizni baxti, eng baxtimizni omillaridan biri deb o'ylayman. Shuning uchun sog'ligingizga albatta e'tibor beringlar. Shohra aka? Tavsiyam shundaki, sog'liqqa pulni ayash kerak emas. Eng asosiysi shu. Afon aka, sizni yoningizga kelishni tavsiya berasiz. Faqat stomatologik jihatdan aytmayman. Men ayniqsa juda ko'p mutaxassislar bilan ishlayman. Urolog, xirurglar, lor, juda ko'p mutaxassislar bilan ishlayman. Har xil bemorlarni ko'raman. Har xil kasalliklarni ko'ramiz. O'shanda paytlari hamma joyimiz sog' bo'lganicha shukr qilamiz. To'ppa-to'g'ri. Sog'lig'ini shu vaqtida qadriga yetish kerak. Undan keyin уже kech bo'lishi mumkin. Shuning vaqtida sog'lig'inglarni qadriga yetinglar. O'zingizga qarab yurishga tavsiya beramiz. Men bir reklama bo'limini rahbari sifatida shu narsani aytaman. Biz oilaviy futbolni yig'ilib ko'ramiz-da, katta-katta maydonlarda ko'ramiz, o'zimizni oilaviy ko'ramiz. Hech qachon hech qaysi bir davrada ko'rmaganman oilaviy yig'ilib bir tibbiyot bo'yicha qanaqadir kontent ko'rganimizdan. Shuni tavsiya qilardim. Oila davrasida o'tirganda mana shunaqa tish bo'yicha videolar ko'rsak, bolajonlar ko'rib, ha, men tishimni aslashim kerak ekan. Doktor akamlar shunaqa dedi degan narsalar bo'ladi. Shunga faqat kinolar, YouTube'da faqat kino, futbol, boksda emaski, tibbiyot sohasiga biz xudo xolasa vaqtimizni shunchalik kuchli mutaxassislar olib kelib vaqt sarflaymiz. Iltimos qilardik, shunaqa videolar ko'rib, ko'proq odamlarga ulashishlarini, bog'chalarda, maktabda shu narsalar o'rgatilsa, xudo xolasa O'zbekistonda tibbiyot rivojlanadi. Keyingi podkastlarda xudo xolasa ko'rishguncha, sizlar izohlarda o'zingizlar fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bugun nima mavzularga tashab ketdik? Kelasi sonlarda shu mavzularga chuqurlashamiz. Sizlarga o'sha kasallikni oldini olish uchun foydali maslahatlar beramiz. YMU klinikasining profiliga albatta obuna bo'linglar. Biz sizlar uchun o'sha ko'rsatuvlar tashkil qilishdan hech qachon charchamaymiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat.